Har doim gapirayotgan gapingizda ishonch bo'lsin. Ishonch nuqtalari bor insonni hamma eshitadi. Juda ham ko'p mana shu narsani gapirsam, ayollar aytishadiki, men jamoat oldida hech qachon nutq so'zlamayman, nima qilaman nutq madaniyatini o'rganib deb. Kechirasiz, lekin qarshingizda bittagina inson turgan bo'lsa ham, demak siz nutq so'zlayapsiz. Bo'lishi mumkin bu turmush o'rtog'ingiz, bo'lishi mumkin farzandingiz, bo'lishi mumkin qaynonangiz. Har doim sizni vazifangiz imkon qadar chiroyli nutq so'zlash va bu nutq so'zlashda birinchi o'rinda o'zingizda ishonch bilan gapirish, ohangingiz, qarashingiz va tovushingiz baland-pastligi bo'ladi. Insonlarni yaxshi eshitishlari uchun mana shu narsalarga ahamiyat bering. Buning uchun qanday qilasiz? Video kamerani yoqasizda, har kuni 1 daqiqalik nutq so'zlang. Nimadir gapirib bering. Mana shu nutqingizni keyin o'zingiz qayta ko'ring va undagi kamchiliklarni albatta juda ham oson ko'rasiz. Har safar mana shu kamchiliklar ustida ishlab boring. Agar 1 oy davomida har kuni o'zingizni 1 daqiqadan atigi nutqingizni videoga olib to'g'rilash ustida ishlasangiz, 1 oydan keyin o'zingizni mutlaqo tanimaysiz. Sizni eshitishni boshlashadi. Siz bilan hisoblashishni boshlashadi. Agar sizlarga bu mavzu qiziqarli bo'lsa, Telegram kanalimga albatta ulanib oling. Telegram kanalim havolasi shapka profilda berilgan va kerakli instrumentlarni o'sha yerda olasiz.